Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Bugungi kunda o'z tavallud kunlarini nishonlayotgan Hamidova Robiyaxon opa bilan to'g'ri bog'landikmi? Ha, albatta. Salomatmisiz? Bezovta qilib qo'ymadikmi sizni? Yo'q. O'zingiz yaxshimisiz? Rahmat. Alhamdulillah, biz yaxshimiz. Bugun sizni juda ham ajoyib kuningiz, shukronalik, shodiyonalik ayyomlaringiz ekan. Inshaalloh qarshi olgan 27 yoshlaringiz muborak bo'lsin. Rahmat. Baringizga shukr. Rahmat sizga ham. Ayni daqiqalarda siz bilan suhbatda bo'lib turgan tug'ilgan kun tabriklar loyihasining boshlovchisi Muxlisaxon bo'laman. Tanishganimdan xursandman. Rahmat. Loyihamizga sizga ham atalgan juda ham chiroyli tabrik so'zlari yetib kelgan. Nima deb o'ylaysiz, yaqin insonlaringiz orasidan qaysi bir mehriboningiz yozib qoldirgan bo'lishi mumkin? Shubhasiz bu kelmayam. Meni Javlajon kelmayam, o'zimiz bir dona opamdek, ham o'rtog'im, ham do'stim. Mashalloh. Yaqinim. Sizlardan deb o'ylayman to'g'risi. Hech tegmasin. Kelinoyingiz Azizaxon opamlardan kelgan ekan, adashmadingiz. Rahmat katta, ilohim umri uzoq bo'lsin. Juda ham xursand bo'ldim. Aytganingiz kelsin. Ularga ayajoningiz Gulxumor ona, akangiz Islombek aka, ukangiz omajonlar ham qo'shilmoqdalar. Voy, katta rahmat. Salomat bo'ling. Ijozat bersangiz, kelinoyingiz nomidan kelgan samimiy tabrik xatlarini sizga chiroyli tarzda o'qib yetkazdirib qo'yaman, maylimi? Aha, mayli. Rahmat kattakon, marhamat, tinglaysiz. Assalomu alaykum qadrdonim Robiyaxon. Bugun siz uchun eng go'zal kun. Avvalo tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Allohim umr yo'lingizni fayzli, rizqingizni keng, baxtingizni esa hamisha ziyoda qilsin. To'g'risi, sizni faqat qaynsinglim deb aytishga tilim bormaydi. Chunki siz men uchun dardimni bemalol ayta oladigan sirdosh, quvonchimni birinchi bo'lib bo'lishadigan dugona, mehribon, opa-singildek yaqin insonimsiz. Allohning menga bergan eng chiroyli ne'matlaridan biri ham sizdek insonni uchratganim deb bilaman. Har bir suhbatimiz, birga kulgan lahzalarimiz, bir-birimizni qo'llab quvvatlagan kunlarimiz men uchun juda ham qadrli. Ilohim oramizdagi mana shu samimiyat, mehr-oqibat hech qachon yo'qolmasin. Yangi yoshingiz sizga eng go'zal baxtlarni, omadlarni olib kelsin. Oilangizga tinchlik, xotirjamlik tilayman. Inshaalloh baxtimga salomat bo'lingda birgalashib katta umra, haj safarlariga ham boraylik. Bilasizmi, sizni o'z jigarlarim qatorida yaxshi ko'raman va juda ham katta hurmat qilaman. Ilohim yuzlaringizda doimo mana shunday samimiy, go'zal tabassum bo'lsin. Sizni chin yurakdan tabriklayman. Boringizga ming bora shukrlarim bo'lsin. Qalbingiz yashnasin. Misoli yaproq, tuganmas baxt, shodlik hamisha hamroh. Nurlarga bezalsin har bir o'tar chog'. Sizga yangi kunda yangicha tilak, shukrona kuningiz bo'lsin muborak deya mana shu yerda tabriknomalariga yakun yasabdilar. Katta rahmat. O'zimni bilmay qoldim to'g'risi. Rahmat katta, ilohim baxtimga sog' salomat bo'lsin. Akam bilan qo'shni qarab, hamisha baxtli saodatda yashashsin. Ularni juda yaxshi ko'raman, o'zim opamdek. Albatta, mana shunday samimiy, iliq so'zlaringizni o'zlari ham tinglaydilar. Bemalol yetkazib olishingiz mumkin aytar so'zlaringizni. Yana katta rahmat sizga. O'zi bugun bergan savolalaringiz surprizlaringiz rosa xursand qildi, rahmat. Muxlis opa, sizga ham katta rahmat o'qib eshitishganingiz uchun. Boshqa gapira olmayman. Albatta, sevinchni, quvonchni yoshlari bu. Mana shunday ahilligingiz yo'qolmasin. Doimo mana shunday jigarlarni baxtiga
Salomat bo'lib yuring ilohim. Katta rahmat. Kelinglar birma-birlar nishonlaymiz. Rahmat kattakon e'tibor uchun. Mana shu bugungi quvonchli kunni yaxshi kayfiyatda, yaxshi nishonlab olinglar. Xursandchilik kunlarda diydorlashaylik. Allohga omonatsiz.